agar meniki bo'lganingda 4 ta o'g'il tug'ayding. 4 ta o'g'il. Polvonga. Bording bunaqa gaplaring bilan. Mani uzumda peshonamga yozilgan bola bor, sen emas. Sizni peshonangizga yozilgan bola emas, bolalar bor. Nimaga bolalar? Bolalar, kuylar sizlarga, bolalar. Nima, sen meni bittasi bilan oila quradi deb o'ylamaysanmi? Yo'q, men ishonmayman bu narsaga. Chunki sen qoniqmaysan, chunki senga faqat ko'p pul kerak, eringni hurmat qilmaysan sen. Sen oila qurgan taqdiringdan ham u oila uzoqqa bormaydi. Nimaga? Chunki seni bu xaraktering oilani uzoqqa torttira olmaydi ham. Sen erkakni hurmat qilmaysan, sen erkakni cho'ntagiga qaraysan. Erkakni ko'ngliga qaramaysan sen. Agar manada xafa bo'lmagin, oyingdan tarbiya olgansan, oying agar yaxshi bo'lganda dadang tashlab ketmasdi. Tushunarsan? Mani oyim yaxshi, dadamni aybi bilan tashlab ketgan, tushundingmi? Albatta, по-любому otalar aybdor bo'ladi. Sen u narsani bilmaysan, sen u yoqda nima bo'lgan, по-любому любой onaga qaramagan. To'xta. Любой onaga qaramagan. Otang ko't bo'lganda, faqat qachon qarama, otalar ko't. Hamma vaqt ota vinovat. Yo, bu begunoh, begunoh bu.